Assalomu alaykum. Negativning navbatdagi soni. Ertaga 26 aprel mustaqil O'zbekiston tarixidagi eng sharmandali suiqasd voqeasi sodir bo'lganiga yarim yil bo'ladi. O'tgan yilning 26 oktyabr kuni Prezident administratsiyasi axborot siyosati departamentining sobiq rahbari Komil Allamjonov hayotiga suiqasd sodir etilgani haqida xabarlar tarqalgandi. Tergov jarayonida Prezident administratsiyasi qoshidagi istiqbolli loyihalar agentligi direktori Dmitriy Liga nisbatan ham suiqasdga urinish sodir etilgani haqida xabarlar paydo bo'lgan. Biroq keyinchalik Dmitriy Lining nomi negadir ikkinchi planga o'tib ketdi. Suiqasd bilan bog'liq shov-shuvlar markazida birgina Komil Allamjonov qoldi xolos. Bugun dasturimizda o'tgan yilning oktyabr oyida shov-shuv bo'lgan o'xshamagan suiqasd haqida yana bir bor eslaymiz. Yaqinda 21 aprel kuni Qozog'istonning Chimkent shahri hokimining o'rinbosari Ruslan Berdinovni hokimiyat binosining yonginasida kimdir otib ketdi. Qozog'iston matbuoti o'sha zahot harakatga keldi. Turli nashrlarda suiqasd bilan bog'liq barcha tafsilotlar paydo bo'la boshladi. Mulozim zudlik bilan kasalxonaga keltirilgan. Qozoq matbuoti shifokorlarga tayanib, hokim o'rinbosarining ahvoli og'ir bo'lsa-da, hayoti saqlab qolingani haqida yozdi. Uning joniga suiqasd qilgan shaxs qo'lga olindi va jinoiy ish ochildi. Mahalliy nashrlarning yozishicha, Chimkent hokimi o'rinbosari Ruslan Berdinovga qotilni shahar qurilish sanoatidagi tozalash ishlaridan norozilar yuborgan bo'lishi mumkin. Chunki hokim o'rinbosari shahar qurilishiga ajratilayotgan mablag'lar nazoratini kuchaytirgan, pudrachilardan tiyinligacha hisobot talab qilgan. Aytishlaricha, Ruslan Berdinov qimor o'yinlarining barcha turlariga qarshi bo'lgan. Bukmekerlik idoralari reklamasini taqiqlashga erishgan. Shuningdek, u birinchi bo'lib qo'shimcha qiymat solig'i stavkasini ko'tarish nomaqbul ekanligini ochiq e'lon qilgan. Qozoq telekanali ma'lumotiga ko'ra, Ruslan Berdinov 2 oy oldin shahar hokimi o'rinbosari etib tayinlangan ekan. U Chimkentda tug'ilib o'sgan va hokim o'rinbosari etib tayinlanganida o'z ona shahrini rivojlantirish uchun ishlashga tayyorligini aytib, qurilish sohasida, shuningdek, o'sha davlat xaridlari sohasidagi korrupsiyani tugatishga va'da bergan. Suiqasddan so'ng mahalliy nashrlarning xabariga ko'ra, Chimkent shahri va uning atrofida kuchaytirilgan rejim e'lon qilingan va bu tabiiy. Va eng asosiysi, barcha nashrlar sodir bo'lgan suiqasd bo'yicha ma'murlardan to'liq va ishonarli ma'lumotlarni o'z vaqtida olishgan. Suiqasddan so'ng ertasi kuniyoq jurnalistlar uchun maxsus brifing tashkil etilgan va o'sha yerda jurnalistlar o'zlariga kerakli bo'lgan barcha ma'lumotlarni olishgan. Suiqasd Qozog'iston matbuotida keng yoritilgan. Barcha taxminlar jamoatchilik tomonidan muhokama qilingan. Nima uchun Qozog'istonda sodir etilgan suiqasd haqida sizlarga hozir ma'lumot beryapman? Chunki bu xabarni o'qib, Toshkentda o'tgan yilning oktyabr oyida sobiq davlat xizmatchisi Komil Allamjonov bilan bog'liq mishmishlar yodimga tushdi. Komil Allamjonovga suiqasd qilishdi degan g'alati xabar tarqalgach, barcha jurnalistlar bunday neordinar voqea ortidan boshlanadigan harakatlarni kutishdi. Men ham kutdim. Ya'ni davlat organlarining voqea bo'yicha bayonoti, voqea joyidan olingan tezkor kadrlar, quroldan tushgan o'sha gilzalar yoki o'sha ilma-teshik bo'lgan avtomobil ko'rsatilgan video tasvirlarni kutdik. Komil Allamjonovning o'zini bayonotini kutdik. Biroq hech narsa ko'rsatilmadi. Hukumatdan, ichki ishlardan ishonchli ma'lumotlar kutgan odamlarga faqat mishmishlarga ishonish imkoniyati berildi. O'sha g'alati suiqasd voqeasiga ham mana yarim yil bo'ldi. Qarangki, bugungacha o'sha sirli voqea bo'yicha jurnalistlarni, jamoatchilikni qiziqtirgan savollar hamon ochiq qolmoqda. Hozirgacha Komil Allamjonovning o'sha go'yoki o'qlar tegib ilma-teshik bo'lgan avtomobili jamoatchilikka ko'rsatilgani yo'q. Bugungacha 2 killer o'q otgan quroldan to'kilgan gilzalarni ham hech kim ko'rgani yo'q. Va ular qanaqangi no'noq killer ekanki, otgan o'qlarni birortasi ham nishonga tegmagan degan savolga haligacha birorta mutaxassis javob bergani yo'q. Va eng qizig'i, Komil Allamjonovning o'zi bugungacha birorta O'zbekiston mediasiga, birorta o'zbek jurnalistiga suiqasd haqida intervyu bermadi. Berdi intervyu aniqrog'i.
Komil Allamjonov voqea sodir bo'lgan kundan 4 oy o'tgachgina Angliyadan nashr etiladigan nufuzli o'sha Financial Times'ga intervyu berdi. Millionlab o'zbeklar undan suiqasd haqida bir og'iz so'z aytishini kutib turishaverdi. Qani o'zi nima der ekan? O'q uzilgan paytda u nimalarni his qildi ekan? Suiqasd sodir etilganda uning yonida bir ayol ham bo'lgan degan gaplar bor. Kim edi u ayol? O'zi umuman o'sha mashina ichida Komilning o'zi bo'lganmi deyishyapti. Bunga nima der ekan u degan savollar bilan o'zbek jurnalistlari, blogerlari bir chetda qolib ketishaverdi. Allamjonov O'zbekistonda intervyu bera olmasdi, chunki aniq bo'lardiki, suiqasd soxta edi. Yana millionta savollar paydo bo'lardi. Shuning uchun Allamjonov janob oliylari o'zbek mediasini shartta bir chetga surdi-da, Angliyada chiqadigan Financial Times'ga intervyu berdi. Yomg'ir yog'ayotganida, atrof qorong'u, hech narsani ko'rmasdim. Men temir yo'l fonallarida qisqa tutashuv bo'ldi deb o'yladim. Keyin mashinaga 4 ta o'q kelib tegdi. Men haydovchiga gazni bos deb baqirdim, dedi o'z intervyusida Komil Allamjonov. Uning eslashicha, mashina ortga tisarilgan va voqea joyidan ketishga muvaffaq bo'lgan. O'zining Financial Times'ga bergan intervyusida Allamjonov hujum qilgan odamning qo'lidagi Kalashnikov avtomati ishlamay qolganini aytadi va meni tirik qolganimning sababi shu deydi. Yomg'ir yog'ayotganida atrof qorong'u, men hech narsani ko'rmasdim degan odam qorong'uda bir necha metr naryoqda turgan odamning qo'lidagi avtomatni qanday markada ekanligini bilganiga qoyil. Bunisi ham mayli. Komil Allamjonovga suiqasdga ayblanganlarning sudi bo'lar ekan, sud majlislarining birortasiga Allamjonovning o'zi qatnashmadi. Tasavvur qilyapsizmi? Ish bo'yicha asosiy jabrlanuvchi bo'lgan odam sudga olib kelinmadi. Masalan, sizni ko'chada kimdir do'pposlab ketdi. Abjag'ingizni chiqarib ketdi. Albatta siz shikoyat qilasiz va darrov o'sha tashkilotlar jinoiy ish ochiladi. Darrov sud ham bo'ladi. Sizni ko'chada do'pposlagan odam sudga chaqiriladi-yu, sizni esa sudga chaqirishmayapti. Shunday bo'lishi mumkinmi? Aslo mumkin emas. Zotan bugungacha bunga hech qanday qonun qoidalar yo'l qo'ymaydi. Siz albatta sudda qatnashishingiz shart va o'sha sudda sizga savollar beriladi. Janjal nimadan kelib chiqqanini aniqlashtiriladi. Va shundan so'nggina o'sha ishni ko'rgan sudya sud hukmini o'qiydi. Allamjonovga suiqasd ishi bo'yicha sud majlislarida esa Allamjonovning o'zi ishtirok etmadi. Garchi u tirik bo'lsa-da, garchi u tergov va sud kunlari ham goh Yevropada, goh Amerikada yallo qilib yurgan bo'lsa-da, sudya janoblari uni bezovta qilmadi. Sud ishi esa hamma kutgandek o'sha yopiq tartibda ko'rildi. Suiqasdda ayblanayotgan shaxslar va ularning advokatlari Allamjonovni olib kelinglar bu yerga. U bizning savollarimizga javob bersin deb talab qilishsa-da, sudyalar ularning bu talablarini eshitishmadi. Bu qanaqa sud bo'ldi? Nega menga suiqasd qilindi deb dunyoga jar solgan odam o'zining ishi bo'yicha bo'layotgan sudda qatnashmadi? Bu savolning javobini sudya ham, bosh prokuror ham, boringki o'sha prezident ham yaxshi biladi va millionlab o'zbeklar ham biladi. Javob bitta. Allamjonovga suiqasd qilinmagan. U davlat ichidagi qaysidir bir guruhning o'ta dramatik ssenariysi bo'yicha sahnalashtirilgan shoudagi bosh rolni o'ynab berdi xolos. Aynan soxta suiqasd ssenariysini yozganlar Komil Allamjonovni suddan narida saqlashdi. Sud yopiq bo'ldi va shuning uchun sudlanuvchilarning dahshatli ravishda qiynoqqa solingani ham jamoatchilik uchun yopiq bo'ldi. Ularning qiynoqqa solingani haqida chet eldagi o'sha xalqaro tashkilotlar hamda xalqaro huquq himoyachilari xabarlar berishdi. Sud zaliga kirishga muvaffaq bo'lgan jamoatchilik faollari sudlanuvchilarning qiynoqqa solinganlarini tasdiqlashdi. Jabrlanuvchi rolidagi Allamjonov esa sudga kelmadi. Va sudya jabrlanuvchini ko'rmasdan, uning ko'rsatmalarini eshitmasdan ayblanuvchilarni uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qildi. Bunaqasi faqat O'zbekiston sudlarida, adliya tizimida sodir bo'ladi xolos. Boshqalarni bilmadim-ki, shaxsan men o'tgan yilning 26-oktyabr kuni tungi soat 1:40 larda Qibray tumani Ifor ko'chasida kimgadir suiqasd qilinganiga ishonmayman. Bo'lsa bo'lgandir ehtimol, lekin Komil Allamjonovga qarshi emas, boshqa bir mulozimga.
Yodingizda bo'lsa, tergov davom etayotgan paytda matbuotda killerlar Dmitriy Li degan shaxsga ham suiqasd uyushtirishgan degan xabarlar chiqqan. Dmitriy Li bu prezidentga eng yaqin va prezident ishonchidagi mulozimlardan biri. U prezident administratsiyasida faoliyat olib boruvchi istiqbolli loyihalar agentligi rahbari. Ya'ni o'ta yirik pul mablag'lari tikiladigan yirik loyihalarning taqdiri faqat ana shu agentlik orqali, aniqrog'i, uning rahbari Dmitriy Li orqali hal bo'ladi. Dmitriy Li bo'ladi desa, har qanday loyiha ijro uchun qabul qilinadi. Tasavvur qilayotgan bo'lsangiz kerak Li ismli shaxsdagi qudratni. Darvoqe, O'zbekistonda prezident farmoni bilan ruxsat berilgan onlayn qimor o'yinlari loyihasi ham aynan Dmitriy Li tomonidan prezidentga olib berilgan. Umuman, mustaqil kuzatuvchilar hamda xalqaro tahlilchilarga ko'ra, aynan Dmitriy Li O'zbekistondagi yashirin iqtisodiyotning pul oqimini nazorat qiladi. Xorij matbuotining yozishicha, Dmitriy Liga tegishli ekani aytiladigan bir necha onlayn banklar orqali sanksiyaga tushgan Rossiya banklari o'z mablag'larini chetga tashiydi. Dmitriy Li bugun O'zbekiston iqtisodini nazorat qiluvchi o'ta yirik figura va qaysidir guruhlar qayoqdagi o'sha Allamjonovni emas, aynan Dmitriy Li'ni nishonga olganiga men ko'proq ishonaman. Mening fikrimcha, O'zbekistondagi ma'lum bir kuchlar suiqasd ishi bilan bog'liq shov-shuvlar ortidan Dmitriy Li haqidagi ko'plab haqiqatlar ochilib ketishidan xavotirga tushgan. Tasavvur qiling. Dunyo matbuoti O'zbekistonda Dmitriy Li otib ketildi deya shov-shuv ko'taradi va ayni paytda uning prezident qoshida nimalar bilan shug'ullangani haqida maqolalar chiqa boshlaydi. U boshchilik qilgan istiqbolli loyihalar aslida kimlarga xizmat qilgani, loyihalarga ajratilgan pullar qayoqqa oqib chiqib ketgani haqida gap so'zlar boshlanadi. Dmitriy Li'ning qonuniy va noqonuniy pul oqimlarini qaysi tomonga, kimlarning hamyoniga yo'naltirgani haqida faktlar ochila boshlaydi. Tabiiyki, kimlardir ishning bu yo'nalishda ketishini istamagan va jamoatchilikka Dmitriy Liga emas, Komil Allamjonovga suiqasd uyushtirildi degan luqma tashlangan. Bu endi mening shaxsiy taxminim. Dunyo bunga ishonishi uchun O'zbekiston hukumati ichidagi guruh qattiq harakat qildi. Chok-chokidan so'kilayotgan tergov ishini sudgacha ham olib chiqdi. Komil Allamjonov ham bu ssenariyga ko'ndi. Ko'nmasdan ham iloji yo'q edi uning. Chunki O'zbekistonda uning yirik bizneslari bor. Qolaversa, uning kelajakdagi barcha orzulari O'zbekiston va uning siyosiy elitasi bilan bog'liq. Shuning uchun Allamjonovni tergov ishiga ham, sud majlislariga ham yaqinlashtirishmadi. Prezident administratsiyasi qoshidagi istiqbolli loyihalar agentligi direktori Dmitriy Li bilan bog'liq yaqinda aniqlaganimiz bir faktni aytib o'taman va mana shunda sizda bu mulozimning faoliyati haqida tasavvur paydo bo'ladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatda raqamli meditsinani rivojlantirish bo'yicha qarorlar qabul qilgan. Prezident qarori munosabati bilan 2021-yilda IT-Med davlat korxonasi tuzilib, unga mas'uliyat cheklangan jamiyat degan maqom berilgan. IT-Medga respublikadagi barcha tibbiyot muassasalarini raqamli tizimga o'tkazish bo'yicha vazifalar topshiriladi. IT-Med bu Sog'liq saqlash vazirligining loyihasi edi, ya'ni davlat idorasining loyihasi. Va tabiiyki, bu loyihani amalga oshirish uchun IT-Med korxonasiga juda katta miqdorda pul kerak edi. Davlatning vositachiligida Germaniyaning KfW banki tomonidan IT-Med mas'uliyat cheklangan jamiyatga 58 million 200 ming yevro miqdorida pul ajratiladi. Biroq 2024-yilning yanvar oyiga kelib Prezident Shavkat Mirziyoyev IT-Med mas'uliyat cheklangan jamiyat tugatilishi haqida qaror chiqaradi. Qaror ortidan tugatilgan korxonaning o'sha barcha huquq va loyihalari Uzinfocom degan mas'uliyat cheklangan jamiyatga olib beriladi. Uzinfocom firmasi kimga tegishli? Ko'rib turganingizdek, Uzinfocomning 49% ta'sischisi Oil mas'uliyati cheklangan jamiyatga tegishli. Oil mas'uliyat cheklangan jamiyatning 50% ta'sischisi esa Alpha Investment Technology firmasi deb ko'rsatilgan. Alpha Investment Technology firmasining rahbari hamda ta'sischisi Li Roman Olegovich bo'ladi.
Li Roman Olegovich esa istiqbolli loyihalar agentligi rahbari Dmitriy Lining otasi bo'ladi. Shunaqa 58 million yevrolik kattagina tort silliqqina Lilar oilasining dasturxoniga borib tushdi. Qo'ynidan to'kilsa, qo'njiga. Yana bir gap. Dmitriy Li prezident administratsiyasi xodimi, ya'ni davlat xizmatchisi. Mavjud qonun qoidalariga ko'ra davlat xizmatchilariga shaxsiy biznes bilan shug'ullanish va xususiy biznesga sherikchilik qilish taqiqlangan. Endi mana bu hujjatga e'tibor bering. Hujjatga ko'ra Dmitriy Li otasi Roman Olegovich rahbari bo'lgan Alfa Standart Toshkent MCH'sining ta'sischisi. Shu yilning 12 fevralda O'zbekiston Respublikasi harbiy sudida Komil Allamjonovga uyushtirilgan suiqasdga oid jinoyat ishi doirasida 10 nafar shaxsga nisbatan sud jarayoni yakunlanib, sud hukmi e'lon qilindi. E'lon qilingan sud hukmiga ko'ra o'sha Shuhrat Rasulovga 23 yil, Javlon Yunusovga 18 yil va 6 oy, Shohruh Ahmedovga 23 yil, Ismoil Jahongirovga 23 yil va Doniyor Toshxo'jayevga 7 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Yana 5 nafar sudlanuvchiga qilmishiga muvofiq ravishda turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilish jazolari tayinlandi. Mustaqil O'zbekiston tarixidagi eng sirli, tushunarsiz suiqasd tarixi shu bilan yakun topdi. Mening, nafaqat mening, balki millionlab o'zbekistonliklarning ham tushunmagan narsasi shuki, sud ishida asosiy jabrlanuvchining ikkalovi ham, Allamjonov ham, Dmitriy Li ham qorasini ko'rsatishmadi. Vaholanki ayblanuvchi tomonning ularga beradigan muhim savollari bor edi. Vaholanki jabrlanuvchining ko'rsatmalarisiz sud hukmi o'qilmaslik kerak edi. Vaholanki Allamjonov ham Dmitriy Li deganlari ham tirik edilar. Ularning birortasiga o'q tegmagan edi. Jamoatchilikda bu g'alati suiqasd ishi bo'yicha o'nlab savollar bor edi va bugun bu savollarga hech kim javob berishni istamaydi. Hozirgacha bu ish bo'yicha biron marta brifing yoki matbuot anjumani o'tkazilmadi. Allamjonov el ko'zidan panada yuribdi. O'sha voqeadan buyon uni hech kim ko'rgani yo'q. Hali tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Allamjonov bugun Amerikada. U oilasi bilan Amerikaga ko'chib kelgan va aytishlaricha, u Amerika hukumatidan siyosiy boshpana olmoqchi. Hozirda Amerikadagi bizning insayderlarimiz bu ma'lumot bo'yicha ishlashmoqda va yaqin kunlarda umid qilamizki, Allamjonov Amerikadami degan savolga o'sha aniq javobni topamiz. Agar u Amerikada bo'lsa, u bilan albatta yuzma-yuz uchrashishga urinib ko'raman. Va unga negativ kanaldan minbar beraman. Aytadigan gaplari bo'lsa, aytib qolsin. Rossiya tashqi ishlar vaziri Toshkentga keldi va rus tiliga e'tibor yo'qligidan yozg'irdi. Navoiy kon metallurgiya kombinatidagi yig'ilishlar nega rus tilida o'tiladi? Surxondaryoning Qumqo'rg'on tumanidagi maktablarning birida yuz beradigan dahshatli voqealar. Prezidentning Surxondaryoga borishi haqidagi gap so'zlar rostmi? Bu eshitganlaringiz negativning keyingi sonida yangirovchi yangiliklarning reklamasi edi. Bundan boshqa yangiliklar ham bo'lishi mumkin va eng asosiysi Qumqo'rg'onlik Shoberdi Hoji boboning yangi suhbatini o'tkazib yubormang. Bugungi ko'rsatuv haqidagi fikrlaringizni esa o'sha izohlar bo'limida qoldiring. Omon bo'ling, sog' bo'ling. Ko'rishguncha.